Elektrik boladan sovchi keldi, turmushga chiqqan bo'larmidingiz? Yo'q, chiqmasdim. Nimaga? Chunki elektriklar ko'plari ichadi. Kerak elektrikdan ham sovchi keladi, men unaqa bolaga tegmagan bo'lardim. Normalniy pul topadi elektrikli. Endi hammasi ham emas-da, men ularni topgan puli meni sharoitimni qoplashga yetadi deb o'ylamayman men. Elektrik boladan sovchi keldi. Tegaverasizmi? Ha, tegaman. Erta boqa olishiga ko'zingiz yetadimi? Yetadi ko'zim. Elektrik ham odam-ku. Kuniga 1 million, 2 millionlab topadi menimcha. Ular. Sizningcha? Menimcha. 3 million, 4 million ham topadi. Elektrik boladan uyingizga sovchi keldi. Erga tegan bo'larmidingiz? Yo'q. Nimaga sabab? Chunki ular kuniga 50 ming topsa ham xursand-da. O'shaning uchun ulardan masalan yetarli miqdorda pul bo'lmaydi. Pul, Mani nimalarimga boqolmaydi, sizni boqolmaydi. boqolmaydi. Kamida oyiga bir 2 ming, 3 ming dollar